Xitoy ishlari bo'yicha xalqaro parlament hamkorligi, ya'ni IPAC 2020 yil 6-oyda demokrat davlatlarning parlament a'zolarining Xitoyga munosabatli masalalarda o'zaro hamkorlashish maqsadida qurilgan hamkorlik tashkilotidir. Bu tashkilot 9 noyabr kuni bu hamkorlikdagi 14 davlatga vakillik qiladigan jami 60 nafar parlament a'zosi birlikda xalqaro jinoiy ishlar sudatining bosh taftishiga maktub avatib, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi haqida sunilgan arzini qabul qilib tekshirishni talab qildi. Bu yil 7-oyda Angliyadagi bir advokatlar guruhi Sharqi Turkiston surguni hukumati bilan Sharqi Turkiston Milliy Uyg'unish harakatiga vakolatan xalqaro jinoiy ishlar sudatiga 80 betlik bir arznoma sunib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini va xalqaro sudning Xitoy ustidan tekshirish olib berishni talab qilgan edi. Yuqorqi 63 nafar parlament a'zosi angliyalik advokat Rodney Dixon boshchiligida sunilgan bu arznamada Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi boshqa jinoyatlarni sodir qilganligi to'g'risida tafsiliy va keng faktlar mavjudligini ta'kidlab, xalqaro jinoiy ishlar sudini bu arzini qabul qilishga chaqirgan. Avstraliya strategik siyosat instituti va uning qarmog'idagi atalmish Xinjiang sonliq uchur programmasining tadqiqotchisi Nathan Rosserning deyishicha, Xitoy hukumati garchi lagerlarning taqalganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin dalillar Xitoyning lagerlar haqidagi so'zini inkor qilmoqda ekan. Nathan Rosserning ta'kidlashicha, ular aniqlab chiqqan lagerlarning ichidagi 60 tak lager Xitoy hukumati qayta tarbiyalash lagerining taqalganligini e'lon qilgandan keyin kengaytib qurilgan yoki qurilish qilayotgan lagerlar ekan. Nathan Rosser bu so'zlarni Avstraliya strategik siyosat institutining yig'inida so'zlagan siyosat, qoral va pul, Xinjiangdagi madaniyat buzg'unchiligi va tutib turish o'rinlari nomli to'r suhbat yig'inida ta'kidlagan. Bu institutning tadqiqotchisi Anastasiya Kapitasning riyosatchiligida o'tkazilgan mazkur to'r suhbati atalmish Xinjiang sonliq uchur programmasi va Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasining yer shariy ta'sirini tilga olgan. Suhbatda yana Kelsey Monro, James Leibold qatorliq mutaxassislar qatnashgan. James Leiboldning ta'kidlashicha, dalillar lagerdagi bir qism kishilarning jamiyatga qo'yib berilgan yoki majburiy emgakka yetkazilganligi, yana bir qismining rasmiy qamoqqa elinganligini ko'rsatmoqda ekan. Bu tadqiqotchilar yig'inda Xitoyning Uyg'ur elida 2017-yildan keyin qurilgan va kengaytirilgan 380 dak lagerning o'rnini aniqlab chiqqan. Ular orqadan e'lon qilgan yana bir dokladda Uyg'ur elida yaqinqi 3 yil ichida 16 ming masjidning cheqilgan va buzg'unchilikka uchirganligini e'lon qilgan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti alohida dokladchisi Ahmad Shoid Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi davlatlarni millatlarning diniy erkinligini cheklaydigan qonunlarni inkor qilishga da'vat qildi. Xabar qilinishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti alohida dokladchisi Ahmad Shoid Xitoyning atalmish asabiylikka qarshi turish nizomini e'lon qilib, rayonda millionlagan Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarni qayta tarbiyalash nomidagi yig'ilish lagerlariga qamalganligini o'ttirg'a qo'ygan. Reuters agentligining xabar qilishicha, u men u yerga ziyoratga berishni talab qildi. Chunki u yerda nima ish bo'layotganligini ko'rish men uchun muhim ish. Chunki bu rayonda kishini andishiga soladigan ishlar yuz bermoqda degan. Pakistanning Xitoydagi bosh elchisi Moin ul Haqning 6 noyabr atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuvani chaqirgan Shanxaydagi bir yig'inda so'z qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi mazkur yerim ishlab chiqarish yerim qurolliq tashkilotini maqtagan. Bu tunji qitim bir chet el amaldorining Amerika hukumati tomonidan Uyg'urlarni bostirishda o'ynagan roli sababli embargo qo'yilgan bu organni maqtashidir. Amerika hukumati bu yil 7-oyda Bintuan va uning ikki rahbariga Uyg'urlarni dafsanda qilganligi uchun embargo yurgizgan edi. Xitoydagi Xitoy gazetining xabar qilishicha, Moin ul Haq mablag' va savdo hamkorlik munbiri nomli bu yig'inda Pokistonning Xinjiang xalqi va hukumatining nomrodlikdan qutqizish va radikallikqa qarshi turish harakatlaridan xabardor ekanligini bildirgan. Moin ul Haq
Bu so'zlarni Pokistonning Xitoyning millionlagan musulmonni lagerga qamishi, diniy e'tiqodini rad qilishini radikallikqa qarshi turish deb qo'llashi, ikki yuzlamachilik deb ayblanayotgan mazgilda qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Azerbaycan bilan Armeniyaning 10 noyabr Moskva vaqti 0 dan boshlab Nagorno-Qarabog' rayonida butunlay urush to'xtatadiganligini e'lon qildi. Putin 10 noyabr Rossiya bayonot e'lon qilib, Azerbaycan va Armeniyaning navbatda kontrol qilgan o'rinda turadiganligini, ikki taraf urush asirlari, boshqa mahbuslar va ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning jasadini almashtiradiganligini bayon qildi. Shuning bilan birga Rossiya Nagorno rayonining Armeniya qismida tinchlik saqlash qismlarini o'rlashtirdi. Armeniya chekinadi. Azerbaycan prezidenti Aliyev bayonotga imzo qo'yishdan burun Putin bilan o'tkazgan silliq yig'inida to'qinishni siyosiy yo'l bilan hal qilishning rayonga uzun muddatli tinchlik olib keladiganligi ishindiganligini aytgan. Aliyev yana Rossiya va Turkiyaning Nagorno rayonidagi to'qinishni hal qilish uchun ko'rsatgan tirishchanligiga minnatdorligini bildirdi.